Bir soatlik o'zgarish strategiyasiga tayyormisiz? Unda meni eshiting. Sizdan bir narsani so'rashimga ruxsat bering. Agar men sizga kuniga bor yo'g'i 1 soat, ya'ni 60 daqiqa hayotingiz yo'nalishini butunlay o'zgartirishi mumkinligini aytsam, menga ishonarmidingiz? Ko'pchilik ishonmaydi. Nima uchun? Chunki ular yolg'onlarga ishonib qolishgan. Ya'ni ular o'zgarish uchun ularning hayotida mo'jiza sodir bo'lishi kerak yoki muvaffaqiyat uchun 20 soatlik ish kuni yoki omad yoki boy oila farzandi bo'lib tug'ilishim kerak edi degan o'y-xayollar mavjud. Ammo men bu unday emasligini aytish uchun ushbu videorolikni sizlarga taqdim etyapman. Hammasi 1 soatdan boshlanadi. Bor yo'g'i 1 soatlik niyat, 1 soatlik intizom. Boshqalarning hayotini tomosha qilish o'rniga o'z ustingizda ishlashga qaror qilgan zahotingiz o'sha 1 soat sizni rivojlantiradi. Erta tongning ahamiyati juda ham kuchli. Siz kunni qanday boshlashingiz hayotingizni qanday yashashingizni belgilaydi. Bu shunchaki odat emas, bu texnika. O'sha birinchi soat sizning oynangiz, parvoz maydoningiz va poydevoringizdir. Ko'pchilik bu vaqtni boy beradi. Uyg'onishi bilan telefonga yopishadi. Xabarlarni, yangiliklarni va boshqalarni nima qilayotganini tekshirishadi. Ammo ular o'zlaridan so'rashmaydiki, bugun nima xohlayman o'zi, kimga aylanishni xohlayman, hayotim qanday kechishini xohlayman, nima ko'rayapman, nimani ko'rishni istayman. Agar siz birinchi soatda ongingizni o'zingiz dasturlamasangiz, dunyo buni siz uchun qiladi. Dunyo esa sizga drama, chalg'ituvchi narsalar va shovqinni beradi. Ertalabdan boshlab o'sha birinchi soatni o'zingizniki qiling. Email va ijtimoiy tarmoqlardan oldin o'zingizni qurish uchun foydalaning. Yaxshi kitobdan 10 sahifagina o'qing. Bunga attiga 10 daqiqangiz ketadi. Minnatdor bo'lishingiz uchun 10 ta sababni topib, shukronalik keltiring va yozing albatta. Kuningizni rejalashtiring va maqsadlaringizni tasavvur qiling. Bir kunlik rejangizni tuzib oling. Badan tarbiya qiling, harakatlantiring tanangizni. Suv iching yoki shunchaki sukunatda meditatsiya bilan shug'ullaning. Agar siz birinchi soatni yutsangiz, kuningizni yutasiz. Yetarlicha kunlarni yutsangiz, butun hayotingizni yutasiz. Odamlar bu soatni sizdan o'g'irlashadi. Harakat qilishadi, qurol bilan emas, balki bildirishnomalar yoki keraksiz iltimoslar bilan. Tushunishingiz kerakki, bu soat bepul yoki tasodif emas. U muqaddas va siz uchun ahamiyatlidir. Vaqt pulga o'xshaydi, lekin uni yo'qotish xavfliroq. Siz har doim yana $1 yoki yana 1 so'm ishlashingiz mumkin. Lekin o'sha ketgan soatni hech qachon qaytara olmaysiz. Shuning uchun to'siq qo'ying. Bu mening soatim. Qo'ng'iroqlarni qabul qilmayman, xatlarni o'qimayman, internet tarmoqlariga kirmayman, chalg'ish yo'q. Bu mening soatim deb ertalabki 1 soatni o'zingizga bag'ishlang. Qani hayotingiz o'zgarmasmikin? Faqat harakat qilishning o'zi yetarli emas. Yo'nalishsiz harakat bu yugurish yo'lakchasidagi tinimsiz yugurishga o'xshaydi. Terlaysiz, charchaysiz, lekin joyingizdan jilmaysiz. Yo'nalish bu kompas, harakat esa dvigatel. Sizga ikkalasi ham kerak va muhim. Har kuni o'rganish uchun vaqt ajrating. Denzel Washington aytganidek, rasmiy ta'lim sizga kun kechirish uchun mablag' beradi. O'z-o'zini o'qitish esa sizga boylik keltiradi. Hayotingizdagi muvaffaqiyatsizliklar yoki hozirgi holatingiz uchun boshqalarni ayblash bu eng oson yo'l. Hukumatni, davlatni, iqtisodiyotni, ota-onangizni, jamiyatni, atrofingizdagi insonlarni yoki sharoitingizni ayblashingiz mumkin. Ammo bu narsani tushunib yetishingiz kerak. Ayblash sizga hech qanday kuch bermaydi. Aksincha, aybdor qidirganingizda siz o'z hayotingiz ustidan nazoratni o'sha insonlarga yoki vaziyatlarga topshirib qo'yasiz. Muvaffaqiyatning birinchi qoidasi o'z hayotingiz uchun 100% mas'uliyatni o'z bo'yningizga olishdir. Siz qayerda tug'ilganingizni tanlamagan bo'lishingiz mumkin. Lekin qayerda ekanligingiz va qayerga borayotganingiz faqat sizning qaroringiz. Agar hayotingizda nimanidir yoqtirmasangiz, uni o'zgartiring. Siz daraxt emassiz, joyingizda qotib qolmagansiz. Sizda tanlash huquqi va ongli iroda bor. Hozirning ahamiyati ko'pchilik qachondir degan xayoliy orolchada yashaydi. Qachondir iqtisodiyot yaxshilansa boy bo'laman. Qachondir bolalarim katta bo'lsa yaxshi yashayman. Qachondir yetarli pulim bo'lsa sayohat qilaman. Lekin haqiqat shundaki, ideal vaqt hech qachon kelmaydi. Sizda bor bo'lgan yagona narsa bu bugun, hoziringiz. Aynan hozirgi imkoniyatingiz bilan, bor resurslaringiz bilan harakatni boshlang. Mukammallikni kutmang, shunchaki boshlang. Muvaffaqiyatli insonlar va muvaffaqiyatsizlar o'rtasidagi farq ularning qobiliyatida emas, balki intizomida. Intizom bu o'zingizga bergan va'dalaringizni kayfiyatingiz bo'lmaganda ham bajarishingizdir.
o'z ustingizda ishlash, yangi bilimlar olish va har kuni kichik bo'lsa-da qadam tashlash sizni g'alabaga olib keladi. Har kuni ertalab sizning oldingizda ikkita tanlov bo'ladi. Uyg'onib orzularingizni davom ettirib uxlash. Uyg'onib, ikkinchisi esa uyg'onib o'sha orzularni haqiqatga aylantirish uchun harakat qilish. Dunyoda ikki turdagi insonlar bor: natija ko'rsatadiganlar va bahona aytadiganlar. Siz qaysi birisiz? Hech kim kelib sizni qutqarib qo'ymaydi. Hech kim siz uchun ishingizni qilib bermaydi. Siz o'zingizning qahramoningiz bo'lishingiz kerak. Hech qachon unutmasligingiz kerak bo'lgan bir haqiqat bor. Sizning tashqi dunyoyingiz bu ichki dunyoyingizning ko'zgusidir. Agar siz mag'lubiyat haqida o'ylasangiz, mag'lub bo'lasiz. Agar siz qo'rqsangiz, muvaffaqiyatsizlik sizni ta'qib qiladi. Lekin agar siz ongingizni g'alaba va imkoniyat degan tushunchalar bilan to'ldirsangiz, butun koinot sizga yordam berishni boshlaydi. Sizning ongingiz bu eng kuchli qurolingizdir. Uni qanday ishlatishni o'rganing. Har bir inson o'z hayotining dasturchisidir. Biz har kuni o'zimizga aytadigan so'zlarimiz orqali taqdirimizni shakllantiramiz. Misol uchun, men buni qila olmayman. Bu mag'lubiyat dasturi. Menda buni uddalash uchun hamma narsa mavjud. Bu esa muvaffaqiyat dasturi. Siz o'zingiz haqingizda nima deb o'ylasangiz o'shasiz. Siz o'zingizga qaysi yorliqni yopishtirgan bo'lsangiz, dunyo sizni shunday qabul qiladi. Bugun o'sha salbiy dasturlarni o'chirib tashlang. Bilasizmi azizlarim, mana shu salbiy dasturlardan oson chiqish usullarini Telegram kanalimda maxsus kalitlar orqali darslik sifatida taqdim etganman. Telegram kanalimga a'zo bo'lishni unutmang, linki opisaniyada qoldirilgan. Hayotingizdagi qiyinchiliklar sizni to'xtatish uchun emas, balki sizni kuchliroq qilish uchun beriladi. Har bir muammo ortida bir imkoniyat yashiringan. Muvaffaqiyatli insonlar devorni ko'rganda nega bu yerda devor bor deb nolimaydilar. Ular men qanday qilib bu devordan sakrab o'tishim yoki uni aylanib o'tishim mumkin deb so'raydilar. Savolni to'g'ri qo'yishni o'rganing. Savolni to'g'ri qo'yish bo'yicha ham praktikalar menda bisyor. Sizni pastga tortadigan, sen qila olmaysan deydigan insonlarning gaplariga quloq solmang. Ular o'zlarining qo'rquvlarini sizga loyihalashtirmoqdalar. Sizning ichingizda ulkan bir kuch bor. U ularning tanqidlaridan, shubhalaridan va dunyoning shovqinidan ancha qudratliroqdir. O'sha ichki ovozingizga ishoning. Sizning hozirgi holatingiz o'tmishda qabul qilgan qarorlaringiz natijasidir. Lekin sizning kelajagingiz aynan hozir, shu soniyada qabul qilinadigan qaroringizga bog'liq. Bilasizmi? Oddiygina bir haqiqat, bir hayotimdagi namunani sizlarga keltirmoqchiman. O'tmishdagi iqrorligim bu hayotimga qanday ta'sir qilgani. Men ko'pincha turmush o'rtog'im bilan do'konga kiyim xarid qilishga borardim. Ya'ni turmush o'rtog'im tanla, nimani tanlasang o'shani olib beraman desa ham, men tanlashga juda qiynalardim. Va o'sha joydagi sotuvchining yordami bilan yoki turmush o'rtog'imning yordami bilan kiyim tanlardim. Bilasizmi, bu narsa meni juda charchatdi. Chunki har borganimda kiyim tanlardim, uyga kelganimdan so'ng u kiyimni kiyganimda o'zimni noqulay his qilardim. Xuddi havo o'tmayotgandek, xuddi u kiyim meni tanamga mosmasdek va u kiyimlarni kiymaslikka oson qaror qilardim va ancha vaqt shkafimda joy egallab yotishga to'g'ri kelardi. Juda ham yaqin kunlarda aynan shu vaziyatimga sabab bo'lgan bolalikdagi iqrorligim qaysi ekanligini esladim. Bu sizlarga oddiy tuyulishi mumkin, oddiy ko'rinishi mumkin, lekin buni sizlar bilan bo'lishmasam bo'lmaydi. Menga bolaligimda oyijonim bozordan o'zlari kiyim tanlab olib kelib berardilar va men har gal oyoq kiyim olib keladim, ust bosh olib keladimi, ko'rishim bilan nolishni boshlardim. Menga bunaqa kerak emas edi, menga mana bunaqa rangli yoki mana bunaqa fasonli kiyim kerak edi tarzida nolerdim. Va oyim aytardi: "Noshukursan sen. Shuncha qilganimni bilmaysan. Sen narsa tanlashni bilarmiding? Sen o'zingni olib borib tanlatsan. Sen umuman vkusing yo'q. Sen umuman narsa tanlashni bilmaysan. Hali narsa tanlashga bor senga. Narsa tanlashni bilmaysan." Mana shu gaplarni bot takrorlaganlaridan so'ng meni ongostimga bu narsa iqrorlik, ya'ni tasdiq bo'lib singib qolgan ekan. Ha, rostdan men narsa tanlashni bilmayman. Ha, to'g'ri, men umuman narsa tanlashni bilmayman. Menga nima ma'qulligini, menga nima yarashishini bilmayman. Har bitta so'zlari meni qon-qonimgacha singigan ekan. Va har gal do'konga kirganimda o'sha ichimdagi mittigina iqrorlik, mittigina mavjudotcha menga takrorlab turar ekan: "Sen narsa tanlashni bilmaysan, qo'y shular tanlab bersin sen uchun." Va bu narsani qachon bilib qoldim? Oxirgi marotaba do'konga borishimizdan bir kun oldin men senga ertaga kiyim olib beraman dedilar turmush o'rtog'im va kechqurun o'tirib Alloh bilan suhbatlashdim. Ey yagonam, yaratuvchim, menda shunaqa holat, lekin bu meni charchatdi. Mana yaqinda ham turmush o'rtog'im olib bergan kiyimlar kiyim kiymayapti turibdi, javonimda turibdi. Menga shuni asl sababini ko'rsat. Qachon, qayerda
shu jarayonni yaratishimga bog'liq bo'lgan iqrorliklarim bor, qarorlarim bor, bilib bilmay bergan va'dalarim bor yoki shartnomalarim bor. Murojaat qilishni boshladim. Va bu kunasiga biz turmush o'rtog'im bilan do'konga bordik. Va u yerda ikki ayol sotuvchi menga qarab, shunaqa vajohat bilan men tanimaydi, birinchi marotaba ko'rish, lekin xuddi tanishi bilan gaplashayotgandek o'zlarini tutishdi. Yuzlari shunaqa jahl bilan qarardiki menga, oyoq kiyimni ushlab, mana shuni qora rangidan bormi desam, umuman fokusingiz yo'q ekan sizni kiyim tanlashga. Qorasini nima qilasiz? Hozir ko'chaga chiqsangiz qorasi bir zumda chang bo'ladi. Undan ko'ra oqini oling yoki молочный svetini oling deb maslahat berishdi. Hayron bo'ldim. Bilasizmi, jarayonga kirmaslik kerak. Jarayonga kirdingiz degani, ya'ni razbor qildingiz ular bilan, qildingiz degani, siz o'tmishdagi sizni orqaga tortayotgan o'sha iqrorliklaringiz, qarorlaringiz orqali sodir bo'layotgan, sizni hayotingizni xursandchilikdan to'sayotgan o'sha jarayonni, ya'ni blok deymiz buni, blokni topa olmaysiz va uni hayotingizdan chiqara olmaysiz. Jarayonga kirsangiz. O'zi o'sha jarayon yana qayta yaratilinyapti sizga yaratuvchi tomonidan. Mana bandam ko'r, mana shu holatdan xulosa chiqar, angla deganman unda. Va men jarayonga kirmadim. Jarayonga kirmaslik uchun menda kalitlar bor. Yuqorida aytib o'tganimdek, Telegramda bo'lishganman buni. O'sha kalitlardan ketma-ketlikda foydalandim va o'sha jarayon orqali o'sha ayollarning har bir aytayotgan gapidan men o'zimga xulosa chiqardim. Ya'ni ular aytishdiki, siz turmush o'rtog'ingizni shunaqa insonligiga shukr qiling deyishdi. Men hayron bo'ldim. Qayerda men turmush o'rtog'im uchun shukr qilmayapman? Qayerda men shukronalik keltirmayapman? Da ichimda savol bera boshladim. Bu nima? Bu jarayon orqali menga yaratuvchi nima demoqchi? Da nima demoqchi ekan? Ichimda faqat o'zimga savol berib qaytarib turdim, lekin razbor qilmadim bu ayollar bilan. Shukr qilsangiz arziydi. Qarang qanchalik ko'nglingizga qaryapti. Buni ko'r, buni olasanmi, bu yoqdimi deb qancha narsa ko'rsatdi, bitta narsa olmay chiqyapsiz do'kondan deyishdi. Va men yana o'zimga ichimda savol berishda davom etdim. Bilasizmi, o'shandan keyin javob keldi. Men oyim menga narsa olib kelganida, unisi yoqmadi, bunisi yoqmadi deb tanlaganimda oyim noshukursan, shukur qilmaysan, hech qachon mendan shukur qilmaysan, mendan rozi bo'lmaysan degan gaplarni takrorlagan ekanlar. O'sha narsa esimda qolgan ekan va men o'sha energiyani taratib turgan ekanman o'sha do'konda. Ya'ni meni shukurim yo'q, qarab, bechora erim menga shuncha narsani ko'rsatyapti, shukurim yo'q. Indamasdan mana shuni olsam bo'ladi-ku, buni olsam bo'ladi-ku. Ichingizda qanaqa jang ketayotgan bo'lsa, ichingizdagi o'sha kichkina iqrorliklaringiz mayda mavjudotcha bo'lib sizga gapirib turganida, yashash oson emas, azizlarim. Quvonch, shodlik, sevgi ko'rish oson emas, azizlarim. Va o'sha onozda, o'sha do'kondan chiqqanimizda 2 daqiqa ham ketmadi meni anglashimga bu jarayonni. Va o'zimga o'zim yaratuvchining oldida qaror qabul qildim. Yo'q dedim. Bu meni ssenariyim emas. Bu meni iqrorligim emas. Bu aynan oyimni aytgan so'zlari va oyimni iqrorliklari. Oyim aytgani bilan bu oyimni o'zini ichidagi iqrorliklari. Meniki emas dedim. Men o'zimga yarashadigan kiyimni tanlay olaman. Men o'zimga yoqadigan kiyimni tanlay olaman. Va bir nechta o'shanaqa tasdiqlarni takrorlashni boshladim. Va undan keyingi do'konga kirdik. Undan keyingi do'konga kirganimda shunaqangi umrimda birinchi marotaba mazza qilib, o'zimdan o'zim ko'nglim to'lib kiyim sotib olishga muvaffaq bo'ldim, azizlarim. Bilasizmi, siz o'ylashingiz mumkin bu oddiy narsa-ku, lekin mana shu oddiy narsa ham insonni necha yillik hayoti davomida energiyasini so'radigan jarayonlarni yaratar ekan. Mana o'sha ikkitagina libos olib chiqqan bo'lsam ham mazza qilib kiyyapman. O'sha libosning ichida o'zimni qulay his qilyapman. Oldin bu his-tuyg'ularni birorta libos kiyganimda his qilmaganman. Xuddiki menga majburlab kiygizib qo'yishgandek, majburlab olib berib qo'yishgandek tuyulardi va bot turmush o'rtog'imdan ham shu gapni eshitardim. Sen ish qilib shuni olib uyga borib kiyasanmi derdilar. Va uyga kelganimizdan keyin o'sha kiyimlarimni kiyim kiymayapti degan gaplarimni eshitgandan so'ng doim shunaqa qilasan, uyga kelasan, kiyim kiymaydi, yotadi. Iltimos, kiyim keladigan narsani ol, kiyim keladigan narsani tanla dedi, lekin men tanlay olmasdim. Hattoki bilasizmi, mana shu holatimni yechimini tashqaridan qidirdim. Masterlar, 2 ta masterda o'qidim. Aynan shu u masterlarni nima deydi? Stilistika bo'yicha 2 ta masterda ham o'qidim. O'sha o'qiganim, olgan bilimlarim ham hattoki men o'sha ong ostimdagi blokni erita olmadi. Ong ostidagi blokni osongina eritgan narsa bu ham bo'lsa borliqqa murojaat. O'sha oddiy borliqqa do'konga borishdan bir kun oldin yuborgan murojaatim, suhbatim bo'ldi. Mana shuncha narsani anglay oldim. Albatta, hayot shunchalik osonmi sen aytganingdek deyishingiz tabiiy holat. Siz ham bir urinib ko'ring, sizdan nima ketdi? Men sizdan oshnon talab qilayotganim yo'q. Ya'ni Telegram yopiq kanalimga kirasiz, u yerda bepul webinar o'tib berganman. Va o'sha webinarni xohlagan vaziyatingiz uchun, ixtiyoriy vaziyatingizdan oson chiqish uchun qo'llaysiz.
oson yechimni beradigan texnika. Buni o'z hayotimda bir necha marotaba qo'llaganimdan so'ng mijozlarimga taqdim etganman. Sizning hozirgi holatingiz o'tmishda qabul qilingan qarorlaringiz natijasidir. Takror va takror aytyapman. Siz o'rtamiyona bo'lib qolishga qaror qilasizmi? O'tmishda, bolalikda. Yo'q, men shunaqa oilada tug'ilganman. Men qancha harakat qilsam ham o'lganda dadamdek bo'laman yoki oyimdek bo'laman. O'rtamiyona yashab o'tib ketaman degan qaror qabul qilgansizmi? Demak, siz hozir ham o'z hayotingizda emas, otangizni, bobongizni, buvingizni yoki oyingizni hayotida yashayotgan insonsiz. Yoki o'z sohangizning eng yaxshisi bo'lishga ahd qilasizmi? Bu qarorni siz uchun hech kim qabul qila olmaydi. Bugun o'zingizga ha deb ayting, o'z kuchingizga, o'z bilimingizga va o'z kelajagingizga ishoning. Azizlarim, agar men yuborayotgan ma'lumotlar sizga manzur kelayotgan bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib boring. Bu men uchun motivatsiya bo'ladi. Sizlarga motivatsiya berishda davom etaman. Siz ham o'z minnatdorchiligingizni ayamang va aytib o'tsangiz, keyingi mavzu qaysi mavzuda bo'lishini xohlar edingiz. Siz yuborayotgan savollarga qarab men keyingi videorolikni tayyorlayman. Siz bilan sotsiolog, psixologingiz Dilnavoz Abdumajidovna bo'ldi.